Sharjada yo'qotilgan vaqt. Chempionat Aziya saytining 5 nafar xodimidan iborat delegatsiya Birlashgan Arab Amirliklariga yetib keldi. Kecha 1-iyun kuni Chempionat Aziya vakillari Nodirxo'ja Yo'ldoshev, Jahongir Fayzullayev, Samandar Shokirov, Abduvosit Bektemirov va Sherzod Nurmatov yaxshi niyat bilan Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilishgan ekan. Air Arabia aviakompaniyasi Airbus A320 samolyoti taxminan 10:10 mahalliy vaqt bilan 16:35 milliy terma jamoa yetakchilaridan iborat Otabek Shukurov 5 yil yashagan Zamin Sharja shahriga kelib qo'ndi. Havo layneri qo'ngach, perron avtobuslari yo'lovchilarni terminallardan samolyotgacha yoki samolyotdan terminalgacha tashiydigan avtobus bizni terminaldan eltib qo'ydi. U yerda 2 kishini syurpriz kutayotganini biz hali bilmasdik. Toshkent Sharja yo'nalishida kelganlar birin-ketin pasport nazoratidan avtomatik ravishda o'tib ketish uchun mo'ljallangan uskuna Smart Gate orqali o'tib keta boshladi. Men va operator Samandar Shokirov ilk bor Birlashgan Arab Amirliklariga kelganimiz bois pasportimiz tizimda xatolik ko'rsatdi va biz to'siqdan o'tib keta olmadik. Gap shundaki, tushunarsiz sababga ko'ra Birlashgan Arab Amirliklariga ilk bor kelganlar Smart Gate'dan o'ta olishmayapti. Aeroport xodimlaridan yordam so'raganimizda ular bizni pasport nazorati bilan shug'ullanuvchi xodim tomon yuborishdi. U biz va taxminan yana 10-15 nafar o'zbekistonliklarga so'rovnoma to'ldirishni, anketa to'ldirishni buyurdi. So'rovnoma to'ldirganimizdan so'ng u pasport va anketalarni olib diplomatiya xodimlari o'tiradigan xonaga olib ketdi. Shundan so'ng u yerda uzoq muhokama davom etdi va hujjatlarimiz shu bilan ichkarida qoldi. Bizning ishlarimiz nima bo'ldi deya ko'p bor so'raganimizda ular aniq javob berishmadi. Bir xodimning ish vaqti tugab ikkinchisi kelganida nihoyat bizning ishimiz bitadigan bo'ldi. 5 soatdan uzoq vaqt davom etgan kutishdan keyin pasportlarimiz bizga topshirildi. Ungacha arabcha yozuvdagi maxsus stiker yopishtirilgan ularning ustiga. Uni hatto maxsus tarjimon dastalarida ham o'gira olmadik. Pasport nazorati xodimi uni o'qidi va kameraga qarashni buyurdi. Xayriyatki, hammasi ijobiy hal bo'ldi va biz Sharja aeroportidan ochiq havoga nafas olishni boshladik. To'g'ri, havo ancha nam, lekin ichkarida sabrsiz va soatlab kutishdan ancha durust. Men sizga aytsam, darhaqiqat arab diplomatlaridan biri bilan suhbatlashganimizda u Otabek Shukurov va Aziz G'aniyevni yaxshi tanishini bildirib, ular haqida iliq fikrlarni aytdi. Keyin esa Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchrashuvida qanday hisob qayd etilishini so'radi. Men diplomatik javob qaytarib bir deya qoldim. Aslida esa termamizga ishonaman va biz hisobdan qat'iy nazar g'alaba qozonishimiz. Shunchaki ichimizdagi o'ylab turgan hisobni aytganimda aeroportda yana nimadir voqealar bo'lishini kutgandim. Ha, shunday qilib biz bir amallab aeroportdan chiqdik va Sharjadan Dubayga yo'l oldik. Taksiga minib taxminan 50 daqiqada o'z mehmonxonamizga yetib oldik. Endi milliy terma jamoa mashg'ulotlarini yopiq holda o'tkazayotgan munosabati bilan o'yin bo'lib o'tadigan stadion va uning atrofidagi vaziyatni o'rganamiz deb yozdi Sherzod Nurmatov. Birlashgan Arab Amirliklaridan navbatdagi nomardlik. Azamat Umarovning yozishicha, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston o'yinida cholg'i asboblari, dastalar, bayroqlar va boshqa atributlarni stadionga olib kirish man etilar ekan. Bu qoida katta ehtimol bilan faqat bizga qo'llaniladi. Mamlakatga kiritilmagan vatandoshlarimiz masalasi ham kattalashib ketdi. Odam o'rnida ko'rishmayapti deb yozmoqda Yahyoxo'ja Ulug'xo'jayev o'zining Telegram sahifasida.